Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Namangan shahar Urgut Dageston. Hop, ikkita uchta sanuzilni olganmiz. Birinchisini boshlab qo'yganmiz. 1.5 ga 2 razmerdagi hammamiz ko'rsatib o'tamiz. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. 1.5 ga 2 razmerdagi hammamiz, balandligimiz 240 standart razmerda bo'ladi. Hop, dushovoy tomonimiz, polimiz mokriy asfalt, temniy mokriy asfalt, matoviy 1.20 ga 60 formatdagi keramik granit bo'ladi. Qolgan 3 tomonimiz svetli bejeviydan bo'ladi. Hop, ketin buni chetlarini xudo xolasa sayqallab 45 gradus chiqarib beramiz. Bu yerda tokchalari, bu mayda chuyda kerakli ashyolar qo'yiladigan tokchani ham 45 gradusli qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqing. Yana bir maslahat. Mana soldatlarning chizilib turishini ko'rsizlar. Shundan iloji boricha ko'proq ishlatishinglarni maslahat beramiz. Ishinglarni sifatiga, klientni yo'qotmaslikka yordam bo'ladi. Hamda esa ishingni sifatli chiqadi.